2026 yil avgust oyidagi pensiyalar masalasi ko'pchilik uchun oddiy bir to'lov sanasi emas. Balki oilaning oylik budjeti, dori-darmon, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat va qarindoshlarga yordam masalasidir. Men bugun sizga eng muhim narsani aniq aytaman. Avgust oyidagi pensiyani olayotgan yoki yaqinlari pensiya oladigan har bir kishi o'z hujjatlari to'lov tartibi, qayta hisoblash imkoniyati va xatoliklarni tekshirish bo'yicha ozirdanoq hushyor bo'lishi kerak. Chunki kichik bir e'tiborsizlik pensiya miqdoriga, to'lov kechikishiga yoki ortiqcha yugur-yugurga sabab bo'lishi mumkin. Agar siz pensiya olsangiz, ota-onangiz yoki turmush o'rtog'ingiz pensiya olsa yoki 2026 yilda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda muhim. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odamga tushunarli qilib, amaliy tomondan tushuntiraman. Avgust oyida nimani kutish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kimning holati barqaror? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi va qanday xatolardan saqlanish zarur? Avval pensiya masalasida odamlar ko'pincha bitta narsaga qarardi. Pensiyam qachon tushadi yoki pochtachi qachon olib keladi? Hozir esa masala ancha kengaydi. Pensiya faqat to'lov sanasi emas. Unda ish staji, ish haqi ma'lumotlari, shaxsiy identifikatsiya, bank kartasi, yashash manzili, imtiyozlar, qo'shimcha to'lovlar, indeksatsiya va qayta hisoblash kabi ko'plab omillar bor. Oldin ko'p ma'lumotlar qog'oz arxivlarda saqlangan. Odam 30 yil ishlagan bo'lsa, uning ma'lumot korxona arxivida, tuman arxivida yoki sobiq tashkilot hujjatlarida bo'lishi mumkin edi. Hozir esa elektron tizimlar kuchaygan, lekin bu hamma ma'lumot avtomatik ravishda ideal degani emas. Ayniqsa, eski yillarda ishlagan davr, tugatilgan korxonalar, nomi o'zgargan tashkilotlar, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, nogironlik bilan bog'liq davrlar, zararli mehnat sharoitidagi ishlar ba'zan alohida tekshiruv talab qiladi. 2026 yil avgustiga kelib ham eng asosiy savollar shular bo'ladi. Pensiya o'z vaqtida to'lanadimi? Miqdor o'zgarganmi? Qayta hisoblashga asos bormi? Ishlayotgan pensionerlar uchun qanday holatlar bor? Yangi pensiyaga chiqayotganlar nimani e'tiboriga olishi kerak? Bank kartasi yoki naqd to'lovda muammo chiqsa nima qilish kerak? Men bularni birma-bir ochib beraman. Birinchi muhim masala, avgust oyidagi pensiya miqdori o'zidan hamma uchun bir xil o'zgarmaydi. Pensiya miqdori odatda bir nechta asosga bog'liq bo'ladi. Sizning ish stajingiz, hisobga olingan o'rtacha ish haqingiz, belgilangan minimal ko'rsatkichlar, qo'shimcha ustamalar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik holati, shuningdek davlat tomonidan belgilangan indeksatsiya yoki oshirish qarorlari. Shuning uchun qo'shningizning pensiyasi oshsa, sizniki ham aynan shuncha oshadi degan xulosa noto'g'ri bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi holatni olaylik. 68 yoshli otaxon 38 yil ish stajiga ega, uning ish haqi rasmiy bo'lgan korxonasi hujjatlarini to'liq topshirgan. Pensiyasi bank kartasiga tushadi. Bunday odam uchun eng asosiy xavf kamroq. Uning ma'lumotlari tizimda to'g'ri bo'lsa, avgust oyidagi to'lov odatiy tartibda kelishi kerak. Lekin baribir u pensiya miqdorini har oy solishtirib borish kerak. Agar iyul oyida 2 million ming so'm olgan bo'lsa, avgustda 2 million ming yoki qonuniy o'zgarish bo'lsa, shunga mos miqdor tushishi kerak. Agar 200-300 ming so'm kam tushsa, mayli, keyingi oy qo'shib berishar deb jim yurmaslik kerak. Sababini darhol aniqlash lozim. Ikkinchi holat, 61 yoshli ayol pensiyaga yaqinda chiqqan. Lekin uning 1990 yillardagi ish staji bo'yicha ma'lumotlar to'liq kiritilmagan. Masalan, u 12 yil tikuv fabrikasida ishlagan, keyin fabrikaga boshqa nom berilgan, keyin tugatilgan. Agar bu 12 yil pensiya hisobida to'liq aks etmagan bo'lsa, uning pensiyasi sezilarli darajada kam hisoblangan bo'lishi mumkin. Ba'zan odamlar 100 ming yoki 200 ming so'm farq deb o'ylaydi, lekin uzoq muddatda bu juda katta pul. Oyiga 2 ming so'm kam hisoblangan bo'lsa, 1 yilda 3 million so'm, 5 yilda 1500 million so'm yo'qotish bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiyaga chiqqandan keyin ham hujjatlarni tekshirish tugamaydi. Uchinchi holat. Ishlayotgan pensioner. Ko'p odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bunda eng muhim savol, ishlagan davr keyinchalik qayta hisoblashga ta'sir qiladimi? Ish beruvchi ijtimoiy to'lovlarni to'g'ri o'tkazyaptimi? Ish rasmiylashtirilganmi? Agar odam pensiya olib turib norasmiy ishlasa, bu ish keyingi hisob-kitoblarda aks etmasligi mumkin. Agar rasmiy ishlasa, tegishli badallar va ma'lumotlar tizimga tushishi lozim. Lekin bu yerda ham ishlayapman, demak hammasi avtomat degan ishonch yetarli emas.
ish beruvchidan rasmiy ma'lumot, mehnat shartnomasi, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib turish kerak. 4-holat. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oila. Masalan, ona 2 farzandi uchun pensiya oladi. Farzandlardan biri o'rindiqish yoshga to'lgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyapti. Bu holatda o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki qayta tekshiruvga tushishi ehtimoli bor. Bu ayniqsa avgust oyida dolzarb, chunki yangi o'quv yili oldidan ta'lim hujjatlari, qabul, ko'chirish, akademik ta'til kabi holatlar ko'payadi. Shuning uchun o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar avgustda hujjat masalasiga beparvo qaramasligi kerak. 5-holat nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Bu yerda tibbiy mehnat ekspertizasi, nogironlik guruhi muddati, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Agar nogironlik muddati belgilanmagan bo'lsa, qayta ko'rik va hujjatlar o'z vaqtida bajarilishi kerak. Ba'zi oilalarda odam davolanish bilan ovora bo'lib, qayta ko'rik muddatini o'tkazib yuboradi. Natijada pensiya yoki nafaqa to'lovida uzilish yuzaga keladi. Keyin uni tiklash uchun ariza, tibbiy hujjat, komissiya xulosasi, qo'shimcha tekshiruvlar kerak bo'ladi. Shu sababli men doim tavsiya qilaman. Tibbiy hujjatlarning oxirgi sanasini alohida daftarga yozib qo'ying. Telefoningizga eslatma qo'ying. Yaqin qarindoshingizga ham aytib qo'ying. Avgust oyida yana bir amaliy masala bor. To'lov shakli. Kimdir pensiyani bank kartasida oladi, kimdir naqd shaklida, kimdir pochta orqali, kimdir ishonchnoma orqali oladi. Bank kartasida muammo bo'lsa, masalan karta muddati tugagan bo'lsa, plastik karta bloklangan bo'lsa, PIN kod unutilgan bo'lsa yoki bank ilovasida xatolik bo'lsa, pensiya tushgan bo'lsa ham odam pulni yecha olmay qoladi. Bu pensiya kelmadi degani emas. Balki pulga kirish imkoniyati bilan bog'liq muammo. Shuning uchun avgustdan oldin karta muddatini tekshiring. Kartaning old tomonda oy va yil ko'rsatiladi. Agar muddati 2026 yil avgustda tugasa, uni oxirgi kunga qoldirmang. Men xavotir deganda qo'rqishni emas, tekshirishni nazarda tutyapman. Eng avvalo pensiyasi yaqinda tayinlanganlar o'z hisob kitobini tekshirishi kerak. Chunki yangi tayinlangan pensiyada xatolik bo'lsa, uni erta aniqlash osonroq. Ikkinchi guruh ish staji eski arxivlarga bog'liq bo'lganlar. Uchinchi guruh bir necha joyda ishlagan, boshqa viloyatga ko'chgan, familiyasi o'zgargan, nikohdan keyin hujjatlarda farq paydo bo'lgan ayollar. 4-guruh nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik, imtiyozli pensiya, zararli ish sharoiti bo'yicha pensiya olayotganlar. 5-guruh pensiyani ishonchnoma orqali olayotganlar. Chunki ishonchnoma muddati tugasa, to'lovda muammo chiqadi. Tinchroq bo'lishi mumkin bo'lganlar kimlar? Hujjatlari to'liq elektron tizimda aks etgan, pensiyasi bir necha yildan beri barqaror kelayotgan, bank kartasi, faol yashash manzili va shaxsiy ma'lumotlari o'zgarmagan fuqarolar. Lekin tinchroq degani umuman tekshirmaslik degani emas. Kamida oyga bir marta tushgan summani tekshirish, yiliga bir marta pensiya ma'lumotlarini ko'rib chiqish foydali. Birinchi nozik masala, pensiya oshirilsa, hamma bir xil miqdorda ko'proq bo'ladi degan tasavvur. Amalda oshirish mexanizmi turlicha bo'lishi mumkin. Ba'zan bazaviy miqdorlar o'zgaradi, ba'zan minimal pensiya darajasi oshiriladi. Ba'zan ayrim toifalarga qo'shimcha ustamalar beriladi. Natijada pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lgan odamda o'sish sezilarliroq bo'lishi mumkin. Yuqoriroq pensiya olayotgan odamda esa boshqa formula ishlashi mumkin. Shuning uchun rasmiy qaror matni va pensiya jamg'armasi izohlarini ko'rmasdan qo'shni gapiga qarab xulosa chiqarmang. Ikkinchi nozik masala ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zan odamga ma'lumotdagi xatolik sababli ortiqcha to'lov bo'lishi mumkin. Keyin davlat organi buni aniqlasa, qaytarish masalasi ko'tariladi. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand o'qishni tashlagan. Lekin bu haqda vaqtida xabar berilmagan yoki nogironlik guruhi muddati tugagan, ammo ma'lumot kechikib yangilangan. Bunday holatda odam men aybdor emasman, pul tushdi oldim deyishi mumkin. Lekin huquqiy tomondan vaziyat murakkablashadi. Shuning uchun pensiya olish huquqiga ta'sir qiladigan har qanday o'zgarishni yashirmaslik kerak. O'qishni to'xtatish, yashash joyini o'zgartirish, ishga kirish, tibbiy xulosa o'zgarishi. Fuqaroning vafoti, ishonchnoma bekor bo'lishi. 3-nozik masala bank va pensiya organi mas'uliyatini aralashtirib yuborish. Agar pensiya tayinlangan, mablag' o'tkazilgan, lekin bank kartasida ko'rinmasa, avval bankdan hisob holatini tekshirish kerak. Agar bank bizga mablag' kelmagan desa, pensiya jamg'armasi bo'limidan to'lov topshirig'i yoki o'tkazma holatini so'rash kerak.
Odamlar ko'pincha bir joydan ikkinchi joyga borib charchaydi. Chunki savol aniq bermaydi. Siz aniq so'rashingiz kerak. Mening avgust oyidagi pensiyam hisoblanganmi? Qaysi sanada to'lovga chiqarilgan? Qaysi bank hisobiga yuborilgan? Qaytarilgan to'lov bormi? Karta rekvizitlarida xatolik yo'qmi? 4-nozik masala familiya, pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Agar fuqaro yangi ID karta olgan bo'lsa, familiyasi o'zgargan bo'lsa, tug'ilgan sana yoki ism yozilishida farq bo'lsa, tizimda mos kelmaslik paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollarda nikohdan keyingi familiya o'zgarishi eski mehnat daftarchasidagi ism familiya bilan hozirgi hujjat o'rtasidagi farq muammo beradi. Masalan, mehnat daftarchasida Gulnora yozilgan, ID kartada Gulnoza bo'lsa, arxiv ma'lumotini bog'lashda savol tug'iladi. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik masala pensiya miqdorini qo'lda hisoblash qiyin. Internetda ko'plab taxminiy kalkulyatorlar yoki odamlarning maslahatlari bo'ladi. Lekin pensiya hisobida kichik detallar katta farq qiladi. Qaysi yillar ish haqi hisobga olingan, qaysi davr stajga kiritilgan, qaysi ustama qo'llangan. Minimal ko'rsatkich bilan cheklov bormi? Imtiyozli shartlar bormi? Bularning hammasi yakuniy summaga ta'sir qiladi. Shuning uchun agar siz hisob noto'g'ri deb o'ylasangiz, menga kam berishyapti deb umumiy shikoyat yozmang. Aniq yozing. Qaysi davr ish stajimga kiritilmagan, qaysi ish haqi ma'lumotim inobatga olinmagan, qaysi hujjatim asosida qayta hisoblashni so'rayman. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Avgust oyidagi pensiya summasini alohida yozib boring. Iyulda qancha oldingiz, avgustda qancha tushdi? Agar farq bo'lsa, nima sabab bo'lishi mumkinligini aniqlang. Bank ilovasidan screenshot oling yoki bankdan ko'chirma oling. Naqd olsangiz, to'lov vedomost yoki kvitansiya bo'yicha summani yozib qo'ying. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport, stir yoki JSHR ma'lumotlari, bank karta rekvizitlari, yashash manzili, telefon raqami yangilangan bo'lishi kerak. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, bank oldindan boring. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bank va tegishli xizmatlarda uni yangilang. Chunki SMS, xabarnoma yoki tasdiqlash kodlari eski raqamga ketishi mumkin. Uchinchi qadam, staj hujjatlarini yig'ing. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar. Harbiy xizmat hujjatlari, bolalar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, oliy yoki o'rta maxsus ta'lim davriga oid hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Men tavsiya qilaman. Hammasini bitta papkaga soling. Nusxalarni alohida qiling. Telefoningizda suratga olib saqlang. Hujjat yo'qolsa qayta tiklashga vaqt ketadi. 4-qadam, agar pensiya kam hisoblangan deb o'ylasangiz, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada oddiy va aniq yozing. Mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Sababi falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish stajim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Yoki falon korxonadagi ish haqi ma'lumotlarim inobatga olinmagan bo'lishi mumkin. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Og'zaki gaplashish yaxshi. Lekin yozma murojaatning javobi bo'ladi, muddati bo'ladi, iz qoldiradi. 5-qadam, rasmiy manbalardan foydalaning. Mahalla raisi, qo'shni, qarindosh yoki ijtimoiy tarmoqdagi post foydali bo'lishi mumkin. Lekin yakuniy asos rasmiy qarorlar, pensiya jamg'armasi izohlari, may podkovkich uz xizmatlari, bank ma'lumotlari va davlat organlarining javoblaridir. Agar sizga avgustda hammaga falon pul qo'shilar ekan deysa, darhol ishonmang. Savol bering. Qaysi qaror, qaysi sana, qaysi toifa, qaysi shartlar bilan? 6-qadam, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar alohida e'tiborli bo'lsin. Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Undagi shaxsiy ma'lumotlar to'g'rimi? Bank yoki pochta uni qabul qiladimi? Bularni oldindan tekshiring. Ayniqsa yoshi katta, yura olmaydigan kasal qarindoshlar uchun bu masala juda muhim. Bir kunlik kechikisham dori olish yoki qarz to'lashda muammo tug'dirishi mumkin. 7-qadam, agar to'lov kechiksa, vahima qilmang, lekin kutib ham o'tirmang. Avval bank hisobini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Savollaringizni yozib boring. Qaysi xodim bilan gaplashdingiz? Qaysi sanada murojaat qildingiz? Qanday javob oldingiz? Bularni qayd eting. Agar muammo hal bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki rasmiy elektron murojaat tizimi orqali shikoyat yuborish mumkin. 8-qadam. Oilangizdagi pensionerlarga yordam bering. Ko'p keksalar telefon ilovasini ishlatmaydi, SMSni tushunmaydi,
bank kartasidan qo'rqadi yoki hujjatdagi mayda farqlarni sezmaydi. Farzandlar va nabiralar bu yerda katta yordam bera oladi. Oyiga bir marta ota-onangizning pensiyasi tushgan-tushmaganini, karta ishlayotganini, hujjatlari joyidaligini tekshirib qo'ysangiz, katta muammoning oldini olasiz. Demak, 2026 yil avgust oyidagi pensiyalar bo'yicha eng muhim narsa shuki, faqat pul tushishini kutib o'tirmang. Hujjatlaringizni, to'lov summasini, bank kartangizni, staj ma'lumotlaringizni va imtiyozlaringizni tekshiring. Pensiya tizimida ko'p narsa avtomatlashtirilgan bo'lishi mumkin, lekin sizning shaxsiy nazoratingiz baribir juda muhim. Ayniqsa yangi pensiyaga chiqqanlar, eski staji borlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar, ishonchnoma orqali pul oladiganlar va bank kartasi muddati tugayotganlar avgust oyiga befarq qaramasin. Men sizga ekspert sifatida eng oddiy, lekin eng foydali maslahatni beraman. Har bir to'lovni yozib boring, har bir hujjatni saqlang, har bir shubhali farq bo'yicha yozma murojaat qiling. Shunda siz nafaqat avgust oyidagi pensiyani, balki keyingi oylar va yillar davomida o'z haqqingizni himoya qilasiz. Agar sizda pensiya bo'yicha savol, tajriba yoki muammo bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi holatlar sizda uchrayapti? To'lov kechikyaptimi? Pensiya kam hisoblangan deb o'ylaysizmi? Staj hujjatini topolmayapsizmi? Bank kartasida muammo bormi? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot 2026 yil avgust oyida juda ko'p oilalarga kerak bo'lishi mumkin.